Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionati 2026 guruh bosqichidagi eng muhim uchrashuvlardan birida Portugaliyaga qarshi maydonga tushadi. O'yin oldidan taxminlar, bahslar va munozaralar avjiga chiqdi. Ayrim ekspertlar Portugaliyaning yirik hisobda g'alabasini kutayotgan bo'lsa, boshqalar O'zbekiston kutilmagan natija qayd etishi mumkinligini aytishmoqda. Bugun maydonda nafaqat ochkolar, balki tarix uchun ham kurash bo'ladi. Barcha savollarga javob esa 90 daqiqadan keyin ma'lum bo'ladi. Xo'sh, ushbu o'yinda jamoamizni nimalar kutyapti? O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Portugaliyaga qarshi bo'ladigan uchrashuv oldidan jamoaning tayyorgarligi va rejalari haqida gapirdi. Murabbiyning aytishicha, Kolumbiyaga qarshi o'yinda futbolchilar yaxshi harakat qilgan, ammo ayrim xatolar natijaga salbiy ta'sir ko'rsatgan. U jahon chempionatida kichik xatolar ham qimmatga tushishini ta'kidlab, jamoa bu kamchiliklardan xulosa chiqarganini bildirdi. Cannavaro Portugaliya dunyoning eng kuchli jamoalaridan biri ekanini ham tan oldi. Uning fikricha, raqib safida ko'plab yuqori saviyali futbolchilar bor va faqat Cristiano Ronaldoga e'tibor qaratish noto'g'ri bo'ladi. Shu sababli O'zbekiston butun jamoaga qarshi intizomli va ehtiyotkor o'ynashi kerak. Shuningdek, murabbiy Portugaliyaning o'yin uslubi batafsil o'rganilganini va ushbu bahs uchun maxsus reja tayyorlanganini ma'lum qildi. O'zbekiston kuchli raqibdan qo'rqmasligini va ijobiy natija uchun oxirigacha kurashishini aytdi. Cannavaro futbolchilarning jismoniy holati yaxshilanganini ham qayd etib, muvaffaqiyat kaliti ko'p yugurishda emas, balki to'g'ri harakat qilish, to'pni nazorat qilish va uni kam yo'qotishda ekanini ta'kidladi. Angliya terma jamoasi va Liverpoolning sobiq hujumchisi Michael Owen Jahon chempionati 2026dagi ilk o'yindan keyin tanqidlar ostida qolgan Cristiano Ronaldoni himoya qildi. Uning fikricha, portugaliyalik yulduz hali o'z so'zini aytadi va O'zbekistonga qarshi uchrashuvda yorqin o'yin ko'rsatishi mumkin. Owenning ta'kidlashicha, Lionel Messining Jahon chempionatidagi hat-trigi Ronaldoning bosimini yanada oshirib yuborgan. Portugaliya esa ilk turda Kongo Demokratik Respublikasi bilan 1-1 hisobda durang o'ynab, muxlislar kutgan natijani qayd eta olmadi. Shundan so'ng ko'plab tanqidlar aynan Ronaldoga qaratilgan. Sobiq futbolchi bunday tanqidlarni adolatsiz deb hisoblaydi. Uning aytishicha, Ronaldo yillar davomida aynan shu uslubda o'ynab kelgan va hal qiluvchi vaziyatlarda jamoasiga foyda keltirishini biladi. Ronaldo haqida shoshma-shosharlik bilan xulosa chiqarish kerak emas. U avval ham tanqidlarga ko'p bor duch kelgan, ammo keyingi o'yinlarda gollari bilan javob qaytargan. Agar u O'zbekistonga qarshi bahsda 2 yoki 3 ta gol urib yuborsa, bundan hayron bo'lmayman, dedi Owen. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori Eldor Shomurodov Portugaliyaga qarshi bo'ladigan Jahon chempionati uchrashuvi oldidan matbuot anjumanida ishtirok etib, jamoaning kayfiyati va bo'lajak bahs haqida fikrlarini bildirdi. Shomurodovning ta'kidlashicha, jamoa o'ziga bo'lgan ishonchni oshirgan va futbolchilarda ortiqcha bosim yo'q. Uning fikricha, mundialdagi ilk o'yin ortda qolgani sababli futbolchilar maydonga ancha xotirjam kayfiyatda tushadi. Terma jamoa sardori Portugaliyaning avvalgi uchrashuvdagi natijasi jamoa uchun ahamiyatli emasligini aytib, barcha e'tibor navbatdagi o'yinga qaratilganini ta'kidladi. Unga ko'ra, futbolchilar faqat o'z o'yinlarini namoyish etish haqida o'ylamoqda. Hujumchi Kolumbiyaga qarshi bahsda yo'l qo'yilgan ayrim xatolardan xulosa chiqarilganini ham qayd etdi. Uning aytishicha, Portugaliyaga qarshi o'yinda jamoa to'pni ko'proq nazorat qilish va xavfli vaziyatlar yaratishga harakat qiladi. Shuningdek, Shomurodov klubdagi jamoadoshi Abbosbek Fayzullayev bilan maydonda bir-birini yaxshi tushunishini aytib, eng muhimi jamoaviy o'yin orqali ijobiy natijaga erishganini ta'kidladi. Ma'lumot uchun, O'zbekiston va Portugaliya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv bugun 23-iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da boshlanadi. Bugun millionlab o'zbek muxlislarining nigohi bitta o'yinga qaratiladi. Portugaliya o'z favoritligini isbotlaydimi yoki O'zbekiston mundialdagi eng katta sensatsiyalardan birini qayd etadimi? Sizga yetkazmoqchi bo'lgan dayjestimiz shulardan iborat edi. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib, bizga like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Eng so'nggi xabarlar doim Qisqa News'da.